sonra Xudo xolasa doğmam bitti. Bir mutlaram bo'ldi. Xudo xolasa endi bir mebelga qarab turibmiz. Mebelni arzon yeri borsan. Nega? Anqarada 3 paxtada o'tgandan keyin bir aka mebel bor. O? Arzon sifatli mebellar kerak bo'lsa shura boraverasan. Hamma o'z bor. Adresini bilasanmi? O. Qanaqasa get Tur men olib boraman. Tur git. Yine bereke mebel zo'ra. Ha, sho'rmi shu? Shu bereke mebel. Eng sifatli arzon mebellar ishida. Qani so'rasam buni xalqqa bir adresidan qo'shib tushuntiringdi. Yine banan gelsang 3 paxtadan kelasan 200 metr o'tgandan keyin bana qaraydigan bo'lsak yine Toshkent shifodan 100 metr 50 metr banda. Hop, qaralsa ichki mebellar bor ekan, kirib ko'raylik so'ra. Yürü. Yine sho'r baraka mebel bizga zo'ra. Sana ichki mebellar kerak o'zi. Qani mebellarni ko'ramiz. Bela xohlagan turli mebelingdan bor. Kukunli deysanmi, stolinglarni turmi, uголокmi, panelmi, hamma narsasi bor bela. В общем, vibur ko'p tushdim. Hozir yuqorilarni ham ko'rsataman, orixonalarni ham hammani ko'rsataman sana. Yur, qani ket. Kime shunday sifatli mebellar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanishlaringiz mumkin. Baraka mebelda hammani kutib qolamiz.